Guliston ko'chalarida yo'qdan bu yoqqa forlatib yurgan mototsikl 2024-yil ishlab chiqarilgan. Bor yo'g'i 1800 probeg harakatlangan. 200 kubik turali mototsikl $1600 ga. Nima deyapti akalar? Dokumentlar albatta joyida. Bitta obzorni ko'rib oling. Keyin meni nomerimga telefon qo'ying. Big stepper, underground methods, top-notch hoes, get the most, not the lizard. Straight terror, product of your errors. Turgan mototsikl albatta sotuvda. Yo'q, boshqa platformalarda emas. Faqatgina 2 oy olayda turibdi akalar. 2024-yil ishlab chiqarilgan Kawasaki Ninja replikamiz bo'ladi. 200 kubik turali akalar, 1800 probeg harakatlangan. Mod hamma narsasi texnik joyida, inshaalloh yaltillab turibdi. Dokumentlari joyida. İşlash tomonlama, zavat bo'lish tomonlama yurishida hech nima ishi yo'q akalar. Shaqqati soat kabi ishlab turibdi. Men qandoq bor shundoq gapiraman. Mana bu ko'rib turgan brendinglar replikalar moto olib kirishadi. Boshqa replikalarga qaraganda ancha-muncha sifatlisini mana shu brend olib kiradi akalar. Turuga necha akalarim? Turuga. Abakir pul o'tkazvoraymi kartezga? Aytgancha. Ishlama rasxoti yo'qmi? Kamko'sti yo'qmi aka? Bo'ldi aytganingizda degan akalarimiz uchun albatta men hamisha aytganimdek mod qabul qilasiz. Mod 1-2 marta akamizga qilib qo'yganlar. Mana shu detaliga ziyon yetib qolgan. Mana shu joylariga ishqalanish bergan. Ya'ni mototsiklimiz chap tomonga ozgina ishqalanib berilgan. Unaqa sarapinalari ko'p emas akalar. Narxiga arziydimi yo'qmi? Albatta siz kommentariyada fikringizni bildirib o'tasiz aka. $1600 ga 2 oylik kanalida 2024 200 kublik 1800 probeg. Telefoningizni kutib qolamiz. Kuningiz xayrli o'tsin, sog' salomat bo'linglar.